Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun dushanba 2-mart sanasi. Bahorgi savdolarimizga 100% tayyormiz. Bizda hamma avtomashinalar mavjud. Bemalol kelib, salonimizga tashrif buyurib yoki bo'lmasam qaysidir viloyatda bo'lsangiz, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilish orqali biz bilan bog'lanib, mashinalarimizni bemalol xarid qilishingiz mumkin. Azizlar, bizlarda hamma turdagi mashinalardan mavjud. Hali sutdan chiqmagan yangi mashinalarimiz hammasi 0 probeg bo'ladi. Endi bilasiz, avtosalon bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimizga alohida rahmatlarimizni aytmoqchiman. YouTube kanalimiz bir oyda yaxshi natijaga erishdi. Ochilganiga bir oy bo'lishiga qaramasdan ko'plab musofirda yurgan akalarimiz, viloyatlardagi akalarimiz qo'ng'iroq qilishyapti. YouTube kanalimizni kuzatishyapti, prosmotrlarimiz normalniy bo'lyapti. Buning uchun hammangizga rahmat. Siz bitta laykni bosib turing, men sizga xudo xolasa hamma mashinalarimizni obzor qilib berishga harakat qilaman. Qani ketdik. Azizlar, sotuvga tayyor pikap T9imiz. 2 turbina twin motor, 8 tali avtomat bo'ladi mashinamiz. Hamma qulayliklarga, sharoitlarga ega, lyuklarigacha bor mashinamizni. 360 gradus kamera, slipoy zona, hamma narsasi bor. Ichki qismlaridan ozgina ko'rsatib o'tamiz hammasini. Lyuklari, ishlari juda keng mashinamizni. Pikap T9imizning orqadan ko'rinishlari xuddi mana shunaqa bo'ladi. Orqa bagajlari keng, balonlar katta balonlar qo'yib qo'yilgan, yumshoq hammasi. Jack M3 1.8 atmosferli motor, elektronik gidravlika rul, old orqa konditsioner ishlaydi. Polniy Rossiya qatnamoqchimisiz, oilaviy minmoqchimisiz, tadbirkorlikami yoki bo'lmasam M3 ni van variant kerakmi? Har ikkalasidan bizda mavjud. Ko'pchilik qiziqayotgan oxirgi videomizdan keyin ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan Jack GS8 mashinamiz 1.5 tali turbina motor, 7 bosqichli avtomat bo'ladi. Korobkasi robot, variator emas. Shu jihatlari ham yaxshi. 360 gradus kamera, slipoy zona, polniy parktronik, panorama, 7 kishiga mo'ljallangan mashinamiz. Polniy orqalari, sideniyalari spanniy bo'ladi azizlar. Aybga bermaysizlar, ozgina kamchiliklari uchun ertalabdan vaqtli tez olib ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz hamma mashinamizni. G8imiz xuddi mana shunaqa ko'rinishda, shu tartibda oq va qora ranglardan mavjud. Jack F8imiz ko'pchilik qiziqqan, ko'pchilikni e'tiboriga tushgan F8imiz 2 turbina motor, 8 bosqichli avtomat bo'ladi. Polniy orqa eshiklari avtomat ochib yopilinadi. Hammasi orqa sideniyalarimizdan massaj upravleniyalari, hamma narsasi bor. Ko'rishinglar mumkin. Inson uchun mashinadan nima qulaylik kerak bo'lsa, hammasi mavjud mashinamizda. Alohida lyuklar. Bu mashinamiz ham 7 kishiga mo'ljallangan bo'ladi. Ko'chada ham mashinalarimiz bor. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz qiziqayotgan. Salonimizda ish jarayonlari qizg'in ketmoqda. Mr. Fanning o'zlari shu yerdalar hozir. Mijozlarimiz bilan muzokaralar olib borishmoqda. Menejerlarimiz ish faoliyatida. Golden Dragon sotildi azizlar. Sotilgan bu mashina. Rentgarga chiqarildi, arendaga berib yuborildi. Joylo'nglarimiz sotuvda hali hamon mavjud. Ko'pchilik qiziqayotgan eng yaxshi yangiligimiz, oldiga o'tib olaylik. Kechadan oldin ko'r rahbarimiz mart oyi uchun bitta skidka e'lon qildilar. Joylo'nglarni rastrochkaga, bank aralashuvisiz o'zimiz berishga qaror qildilar. Inshaalloh bemalol telefon qilsanglar, bog'lansanglar, joylo'nglarni azizlar rastrochkaga o'zimizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bank aralashuvisiz. Yaqinda tenderlari bo'ladigan akalarimiz uchun Jack Sunray mashinamiz yakka balonli 16 talik bo'ladi, 2 turbina motor, mexanika korobka. Jack M3larimiz qora varianti, hamma mashinalarimiz ranglaridan mavjud azizlar. Jack M4larimiz mexanika korobka, 9 kishilik, 2 litrli atmosferli motor.
Qulayliklar juda ko'p. Emushlarimiz bu yerda ko'rib o'tasizlar bemalol mashinalarimizni. Pikap T8'imiz. T8'imiz ham bor, kimgadir kerak bo'lsa. Azizlar, biz 100% tayyormiz. Demak, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizni qaysi modeldagi mashinalarimiz qiziqtiradi? Albatta bu biz uchun juda qiziq, muhim. Bemalol 24 soat telefon qilishligingiz mumkin. Ekrandagi raqamlarga bevosita o'zim bilan bog'lanib, hamma ma'lumotlarga ega bo'lishligingiz mumkin azizlar. Salonimiz ish faoliyati ham 24 soat davom qiladi. Xohlagan paytlaringiz kelib, ko'rib, mashinalarni test drive qilib ko'rish imkoniyatlari bor. Hali yangi pachka masla mashinalarimizda hammaligi albatta kelinglar, ko'ringlar, bemalol yangi mashinalarni bizdan xarid qilinglar, tenderlarga kiringlar. Rossiya qatnashga bo'lsin, oilaviy minishga bo'lsin, darojnik bo'lsin, hammasidan bor. Qani endi bu bilan Pikap T8 bilan bitta olga chiqarsa-da, вообще qoyil qilib qo'yadi. 4 taraf tortadi buni. Akalar, kelinglar bemalol, sizdan chiqmagan mashinalarimiz sizlar uchun tayyor, sotuvda. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Videolarimizga like bosing, izohlarda o'z fikringizni qoldiring, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang azizlar.